Merhaba değerli öğrenciler. Bugünkü 10. dersimizin konusu sizinle bulunma durumu konusu. Bulunma durumu Özbekçe ile aynı fakat 4 tane çeşidi var bulunma durumunun. Özbekçe'de sadece da eki var. Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Sizlar bilan bugungi 10. mavzumiz bu o'rin payt kelishigi. O'rin payt kelishigi turk tilida bulunma durumu deb nomlanadi. Ad durum ekleri deb ham aytiladi, durum deb ham aytilinadi. Kelish qo'shimchasi. Biliyoruz O'zbekchada 6 tane ad durum ekleri var. Türkçede de aynı. O'zbek tilida 6 ta kelish qo'shimchasi mavjud. Turk tilida ham xuddi sizlar bilan o'tadigan kelish qo'shimchasi bu kelishigi. Türkçede 4 tane bulunma durumunun çeşidi var. Da, de, bi, ta, te. Sizinle bundan dersimizde yani 9. dersimizde ünsüzler hakkında konuşmuştuk. Sert ünsüzler ve yumuşak ünsüzler hakkında. Bugünkü o sert ünsüzlere bağlı sayıyor. Ben bu derste yani haqida gaplashgandik. Bulunma durumu yani o'rin payt kelib qo'shimcha yuqorida aytib bular va bu tarafdagi ta bilan te. Bundan önceki dersimizde sert ünsüzler bunlar f, s, t, k, ç, ç, h, p. Yani ünsüzlerle sert ünsüz adlandırılıyordu. Bundan kalan hariç 13 tane ünsüz ses yumuşak ünsüzleri adlandırılıyordu. Bu verilgen 8 undosh harf jaransiz undosh harf, yani bular f, s, t, k, sh, p undoshlari jaransiz undosh hisoblanadi. Qolgan 10 ta undosh jarangli undosh hisoblanadi. Bunun en basit şekli yani sert ünsüzleri ezberlemek yolu çok basit. Fıstıkçı şahap anahtar kelimesi var. Yani bu Özbekçe'de fıstıkçı şahap, pistachi amaki degani. Burada ünlü sesleri düşünüyorsunuz ve kalan ünsüz sesleri topluyorsunuz. Onlar sert ünsüzler sayılıyor. Turk tilida shu jarangsiz undoshlarni yodlab qolishni oson usuli ключ so'z sifatida fıstıkçı shahab, ya'ni pistachi amaki so'zi hisoblanadi. Fıstıkçı shahabda unli harflarni tushirib qoldirsak, qolgan f, s, t, k, ch, sh, h, p undoshlari jarangsiz undosh hisoblanadi. Peki bize bu kural neden gerekiyor? Bize bu qoida nima uchun zarur? Eğer sözcüğün yani kelimenin sonu f, s, t, k, ç, ş, h, p ile bitiyorsa, yani bu sert ünsüzler ile bitiyorsa ta, te ekini kullanıyoruz. Eğer kelimenin sonu ünlü seslerle ve kalan 13 tane yumuşak ünsüzler ile bitiyorsa da, de ekini kullanıyoruz. Hop. So'zimizni oxiri jarangsiz undoshlar bilan, ya'ni ma'rifda keltirilgan f, s, t, k, ch, sh, h, p undoshlari bilan tugaganida tate qo'shimchasini ishlatarkanmiz. Qolgan paytda, ya'ni unli bilan tugasa yoki qolgan 13 ta jarangli undosh bilan tugasa dade qo'shimchasini ishlatarkanmiz. Mesela örnek olarak misollarni ko'rib chiqadigan bo'lsak, öğrenciler nerede? O'quvchilar qayerda? Öğrenciler sınıfta. Bulunma durumunun soru şekli nerede sorusudur. O'rin payt kelishigi qo'shimchasini so'roq shakli qayerda, ya'ni nerede so'zi hisoblanadi. Bilgisayar nerede? Kompyuter qayerda?
bilgisayar, masada, kompyuter, stolda. Masa bu Türk tilida stol degani. Yani burada masa köktür. Ona da eki eklenmiş. Bu yerda masa asos bo'lsa, unli bilan tugagan so'zimizning oxiri da qo'shimchasini ishlatganmiz. Unli bilan tugaganligi uchun. Agarda quyidagi 8 ta jarangsiz undoshdan bittasi bilan tugaganida, u payti tate qo'shimchasini ishlatardik. Taksim nerede? Taksim İstanbul'da. Taksim bu İstanbul'daki qaysidir hududning nomi Taksim deb aytiladi. Size yine bir önemli olan kuralı anlatmak istiyorum. Eğer Türkçe'de şehir adları yoksa insan isimleri yani insan adları olduğu zaman biz eklediğimiz zaman böyle bir işaret belgisiyle ayırt ederek sonra yazıyoruz. Yani ad durum eklerini. Turk tilida atoqli otlarga kelishik qo'shimchalarni qo'shayotgan paytimiz tepada vergulcha bilan ajratib keyin qo'shimcha qo'shiladi turk tilida. Ya'ni bilamiz, o'zbek tilida ham, turk tilida ham atoqli otlar bor, turdosh otlar bor. Atoqli otlar nima degani? Ya'ni qaysidir joyga yoki kishiga atab qo'yilgan nomlar. İnsanlarning ismlar ham atoqli ot deb aytiladi. Masalan, Marjona, Umid yoki Muhriddin, Nilufar kabi ismlar atoqli ot. Ularga men kelishik qo'shimchasi qo'shayotgan paytim turk tilida tepadan vergulcha qo'yib, keyin kelishik qo'shimchasini yozar ekanman. Xo'p, keyingisi kalem kimde? Kalem öğretmende. Bu yerda endi öğretmen so'zi o'qituvchi degani. Bu atoqli ot emas, turdosh ot hisoblanganligi uchun hech qanaqa belgilarsiz ajratilmasdan to'g'ridan to'g'ri de qo'shimchasi ishlatiladi. Nimaga da qo'shimchasi ishlatilmadi? Chunki oxirgi bo'g'indagi unimiz ingichka hisoblanganligi uchun unga ya'ni qo'shimchada ham ingichka unli mavjud bo'lgan shaklini qo'shamiz. Çanta Ahmet'te. Ahmet'te. Şimdi burada da de ekini kullanabilmiyoruz. Çünkü Ahmet sözcüğünün sonuncu sesi sert ünsüz. Yani burada T var. Ve ona sert ünsüz ile başlayan ek ekliyoruz. Fangi jarangsiz undosh bilan boshlanuvchi qo'shimcha qo'shamiz. Sert'e sert, inceye ince. Yani jarangsiz undoshga jarangsiz, ingichka unliga ingichka shaklda bo'ladi. Telefon kimde? Telefon Merve'de. Merve de burada bir kız çocuğun ismi olarak kullanılmış ve yukarıda işaret ile ayırt edilmiş ve sonra bulunma eki kullanılmış. Merve ham atoqli ot hisoblanganligi uchun vergulcha bilan ajratilib, keyin da de ya'ni to'g'rirog'i de qo'shimchasi ishlatilgan ekan. Peki arkadaşlar, sonuç olarak Türkçe'de bulunma durumunun 4 tane çeşidi varmış. Bu da, de, ta, te. Yani O'zbek tilidagi bitta o'rinpayt kelishigi da qo'shimchasining turk tilida 4 ta shakli mavjud ekan. Bular da, de, ta, te. Ta, te ekini yani 2 tane ta, te bulunma durumu ekini ne zaman kullanıyoruz? Eğer sözcüğümüzün sonu f, s, t, k, ç, ş, h, p sesleriyle bitiyorsa ta-te ekini kullanıyoruz. Eğer sözcüğümüzün sonu buradaki 8 tane ünlü ile bitiyorsa da-de ekini kullanıyoruz. Yoksa kalan 13 tane ünsüz ile bittiği zaman da da-de ekini kullanıyoruz. Da-de qo'shimchasini so'zimiz oxiri unli harf bilan tugaganida va mabitdan tashqari 13 ta jarangli undoshlar bor. O'shalar bilan tugagan paytda da-deni ishlatamiz. Demak, mabitda keltirilmagan qolgan undoshlar bilan da-de va unli harflar bilan ham da-de qo'shimchasini ishlatarkanmiz. Peki arkadaşlar 10. dersimiz buraya kadardı.
Sizler de 11. dersimize kadar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.